Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi obzorimiz qanaqangi shimga ham kiysa ham chiroyli turadigan krossovkalar haqida gaplashamiz. Xo'p, birinchi krossovkamiz ko'rishlari mumkin. Bog'li, lekin bemalol bog' rezinkali, cho'ziluvchanlik, elastiklari ham qulay. Bitta turib kiyib ketadigan chiroyli oyoq kiyim. Jinsalar bilan ham, pol jinsalar bilan ham yaxshi aytadigan oyoq kiyim. İkinci oyoq kiyimimiz, o'zim ham kiyib olganman. Ipni o'rniga rezinka qilib qo'yilgan, ichlari mexli. Kojinilari ham juda tekis va chiroyli. Узкий fasonda shimlar uchun juda qulay qilib chiqarilgan. Ko'rishlaring mumkin. Hop. Uchinchi oyoq kiyimimiz однотонный, hech qanaqangi faqat qora qilib ishlangan, padojlari yumshoq, bog'lik usulda chiqqan. Bu ham ichi mexlik, materiali koja, tepa qismi koja. Eva padojdan foydalangan pastiga. Hop. Birinchi oyoq kiyimimiz. Hop. Yengil zamoylik, tepalari karafan. Hop. Pol sapoy uslubida ishlangan, padojlari balandroq. Padojlari eva. Bunimiz quyma, lekin materiali karafan materialdan ishlab chiqarilgan. Bilis berishlari ham juda chiroyli. Kiyonlarda zamoylari bor, kiygani juda qulay. Bunimizni narxiga kelsak 165 ming so'mdan. Hurmatli obunachilar, 165 mingdan. Hop. Bundan oldingi oyoq kiyimimizni narxi esa 185 mingdan 225 ming so'mgacha. 225 ming so'm. 185 ming so'm. Hop. O'tgan safargi videoyimizda karishniy oyoq kiyim haqida gapirib o'tgan edik. 215 ming so'mdan, ichlari mexli. Mana qator ko'rishlaring mumkin. Kastasi juda yaxshi. Xizmati ham bexijolat. Egiluvchanliklari ham joyida. Xuddi o'sha oyoq kiyimimizni qorasi ko'rsataylik. Bu mexsizi, mexi bo'lmagan. Xuddi o'sha karishnoyda qora sveti. Bu mexsizi. Atak mexligi ham bor. Mana ko'rishlaring mumkin, bu mexligi. Buni ham harakatga qulay. Padojlari quyma, ustlari terili. Ko'rishlaring mumkin. Xo'p. Bundan tashqari do'konimizda svetrlarimiz bor. Bu 125 mingdan 10 xil, 15 xil assortimentda bor. Kiygani ham qulay. Ichlari qalin. Ranglari o'zgarmaydi. Sifatlari bexijolat. Bu duxiga nima deysizlar? 65 ming so'mdan. Bemalol dastavka xizmatlarimiz bor. Yog'lari ham yog'li, ichlari misol hidlari bemalol 1 kun, 1,5 kun bemalol turaveradi. Sevib ko'ringlar bu qator. Dezodorantlarimiz bor. Undan tashqari shampunlarimiz bor. Undan tashqari kepkalarimiz bor. Hurmatli obunachilar, bemalol yarashimlari ham joyida. Bu furashkalarimiz bor undan tashqari. Tashqi tomonimizda ham assortimentlarimiz seroq. Undan tashqari bunaqangi telpaklarimiz ham bor. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu telpagimizning narxi
225 ming so'mdan dastlabki xizmatimiz bor. Pastga telefon raqamlarimizni yozib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida joylashgan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.